Assalomu alaykum do'stlar. Kuni kecha xabaringiz bor, Isroil davlati Eronga juda ham katta masshtabda harbiy hujum uyushtirdi va bugun kechasi Eron unga nisbatan o'z javobini berdi. Bu operatsiya davomida Isroil armiyasi o'zlarini agentlarini oldindan Eronga kirgizgan holatda u yerda o'sha yaqindagina Ukraina davlati Rossiyada qilganday dronlardan Eronni o'zini ichida hujum uyushtirib katta talofatlar yetkazdi va oxirgi xabarlarga ko'ra 20 ga yaqin eng yuqori mansabli harbiylar halok bo'lgan. Bundan tashqari Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining eng katta boshliqlari ham o'ldirilganini Eronni o'zi rasman tan oldi va kecha kun davomida Eronning javobi kutildi, lekin Isroil shunday zarba bergandiki, tezkor javob qaytarishga ham vaziyat qoldirmagandi. Shuning uchun Eronning javobi bugun tungacha cho'zildi va ertalab turib xabarlarda o'qib qaraganimizda Eron ham Isroilga nisbatan juda ham ko'plab ballistik raketalarni, 200 ga yaqin ballistik raketalarni uchirgan va hattoki Tel Avivning markazlariga ham ushbu raketalar kelib tushgan. Demak, do'stlar, biz bugun o'sha janjal haqida emas, balki doimgidek har qanday urushning tarixiga to'xtalamiz va bugungi mavzuyimiz Eron va Isroilning munosabatlari tarixi. Eron va Isroil Yaqin Sharqdagi uzoq va murakkab munosabatlar tarixiga ega bo'lgan ikki nufuzli davlatdir. Bir tomondan Eron Turkiyadan keyin Isroilni ikkinchi bo'lib tan olgan islomiy davlat bo'lsa, boshqa tomondan 1979-yilda Eronda islom inqilobi ro'y bergandan keyin azaliy raqibga aylanishadi. O'shandan beri ular mintaqada o'z manfaatlari va ta'siri uchun siyosiy, iqtisodiy va harbiy kurash olib borishmoqda. 1949-yil sentyabr oyida Isroil Turkiya tomonidan rasman tan olinadi. Bu birinchi musulmon davlati tomonidan Isroil davlatining tan olinishi edi. Shundan so'ng 1950-yil 6-martda Eron rasmiylari sionistik davlatga nisbatan musulmonlarning blokadasini birinchi bo'lib biz buzmadik degan kayfiyatda, ya'ni birinchi Turkiya tan oldi, biz birinchi bo'lib islomiy davlatlardan tan olganimiz yo'q degan kayfiyatda Isroil davlatini de facto tan oladi. O'sha paytlarda Eronni monarxiya boshqarar edi. 1952-yilda Misrda davlat to'ntarishi yuz berib, mamlakatda SSR bilan hamkorlikka qaratilgan Jamol Abdul Nosir rejimining o'rnatilishi Yaqin Sharqdagi vaziyatni butkul o'zgartirib, Eronni AQSh bilan ittifoqqa undaydi. 1955-yilda Eron g'arbparast Bag'dod paktiga qo'shiladi. Shunday qilib, Eron va Isroil geosiyosiy jihatdan bir lagerda paydo bo'ladilar. Bugungi kunda buni tasavvur qilish juda ham qiyin, lekin qachonlardir Eron Isroilning mintaqadagi yagona ittifoqchisi bo'lgan edi. Eron hukumati Isroilni Yaqin Sharqda Nosirizm kengayishiga qarshi asosiy to'siq sifatida ko'radi. Ya'ni tushuntirganingizdek, Eronda Shia musulmonlari, arablar esa sunniylar. Shu sababli ham Eron arablarga qarshi turish maqsadida Isroilga suyanadi. Bu qarash Isroilning 1956-yilda Misrga qarshi harbiy operatsiyalardagi muvaffaqiyati bilan mustahkamlanadi. Isroilning El Al davlat aviakompaniyasi Tehronga muntazam reyslarni amalga oshirishni boshlaydi. Isroil va Eron o'rtasida razvedka ma'lumotlari almashinuvi ham yo'lga qo'yiladi. 1960-yilda Eron shohi o'z mamlakati Isroilni tan olishini ochiqchasiga tasdiqlaydi. Bunga qarshi Misr Tehron bilan o'zining diplomatik aloqalarini uzadi. 1961-yilda Isroil bosh vaziri David Ben-Gurion, ya'ni Isroil tashkil qilinishida eng katta rol o'ynagan va birinchi bosh vazir bo'lgan David Ben-Gurion Eronga tashrif buyuradi. Ben-Gurion ham Eronni arab bo'lmagan Yaqin Sharq davlatlari koalitsiyasining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rardi. Xullas, bu ikki davlat o'rtasida o'zaro hamkorlik shu darajaga yetadiki, 1973-yilda Arab koalitsiyasi va Isroil o'rtasida boshlangan qiyomat urushida Isroil harbiy ehtiyojlari uchun neft yetkazib bergan yagona davlat bu Eron bo'ladi.
Bugungi kunda bunga ishonish juda ham qiyin, lekin bu fakt. Lekin barchasi 1979-yili Eronda yuz bergan islomiy inqilobdan keyin o'zgara boshlaydi. Tehronda inqilob paytida Imom Xumayniy tarafdorlari Yahudiy agentligi va savdo missiyasi binolarini egallab olishadi. Mehdi Bazargon muvaqqat hukumati Isroil bilan barcha munosabatlar to'xtatilganligini e'lon qiladi. Isroil vakillaridan mamlakatni tark etish so'raladi. O'sha vaqtga qadar Eron 100 ming kishilik Osiyodagi eng yirik yahudiylar jamoasiga ega edi. O'zimizdagi Buxoro yahudiylarining ko'p qismi ham aynan Erondan kelgan. Bu haqida katta video tayyorlayapmiz. U asosiy kanalimizda chiqadi. Bizni kuzatib boring. Islom inqilobidan keyin Eron ma'muriyati tomonidan olib borilgan Isroilga qarshi faol siyosat tufayli eronlik yahudiylarning aksariyati bu mamlakatni tark etishadi. Eron va Isroil o'rtasidagi mojarolarning asosiy sabablarini quyidagicha umumlashtirish mumkin. Diniy va mafkuraviy farqlar. Eron islomning Shia mazhabiga amal qiladi. Islom respublikasi. Isroil esa sionistik mafkuraga asoslangan dunyodagi yagona yahudiy davlatidir. Ikkala tomon ham o'zlarini o'sha o'z dinlarining himoyachisi deb dunyoda pozitsionerovat qilishadi. Ya'ni shu o'z dinlarining himoyachisi deb bilishadi. Va Quddus kabi muqaddas joylarga bir-birlarining aralashuviga qarshi turishadi. Arab-Isroil mojarosidagi qarama-qarshilik ham shu sabablardan biridir. Chunki Eron Isroil tomonidan terroristik tashkilot deb hisoblanadigan G'azodagi Hamas va Livandagi Hizbulloh harakatlarini ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlaydi. Isroil esa o'z navbatida Misr, Iordaniya, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Sudan va Marokash kabi arab musulmon davlatlari bilan tinchlik shartnomasiga ega. Bu yerda ham ko'rib turganingizdek mintaqada 3 ta nuqta va o'rtadagi Arab-Eron qarshiligini o'rtasida Isroil. Shuning uchun ham o'sha hozir sanab o'tgan arab davlatlari ham Isroil bilan yaxshi munosabatda. Eron o'zini yadro qurolini ishlab chiqarish ustida ham ishlashi bu ham yana bitta sabablardan biri. Bu Isroilni juda qattiq tashvishga soladi. Isroil Eronning yadroviy dasturini o'zining xavfsizligi va milliy mavjudligiga tahdid deb biladi. Eronning ta'kidlashicha, uning yadroviy dasturi tinch maqsadlarni nazarda tutadi va energetikani rivojlantirishga qaratilgan. Bugungi ma'lumotlarga ko'ra, Eron yadro sinovlarini bugun o'tkazishi mumkin. O'sha u yerda bomba tayyor degan gaplar ham yuribdi, lekin bu tasdiqlanmagan xabar. So'nggi yillarda Eron va Isroil o'rtasidagi munosabatlar bir qator hodisalar tufayli yomonlashgan. Masalan, yuqori martabali olimlar va harbiy amaldorlarni o'ldirilishi. Kecha bo'lib o'tgan o'sha Isroil hujumida o'lgan olimlardan tashqari 2020-yilda ham Eronlik yadro fiziki Mohsen Faxrizoda Isroilning qurolli hujumi natijasida halok bo'lgan. 2021-yilda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni Qosim Sulaymoniy ham o'ldiriladi. Buni AQSh tan oladi, lekin Isroil ham bevosita yordam bergan. Eron ushbu qotilliklarda Isroilni ayblab, undan qasos olishni va'da qilib kelgan. Neft tankerlari va yadroviy obyektlarga hujumlar ham avvallari ham bo'lgan. 2019-yilda Ummon ko'rfazida Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari va Norvegiyaga tegishli bir nechta neft tankerlari hujumga uchradi. 2020-yilda Eronning Natanz shahridagi yadro reaktori shikastlangan. Bu reaktorni kecha ham Isroil qattiq zarbalar berib shikastlagani aytildi. Ekologik va gumanitar falokatga olib kelishi mumkin bo'lgan bu harakatlar uchun ikkala tomon ham bir-birini ayblaydi. Suriya va Iroqdagi harbiy to'qnashuvlar ham Isroil va Eron o'rtasidagi katta janjalga sabab deb ko'rsatish mumkin. Eron masalan Suriyadagi sobiq Bashar Asad hukumatini, muxolifat kuchlari va IShIDga qarshi bo'lgan Iroqdagi Shia kuchlarini faol qo'llab-quvvatlagan. Isroil esa muntazam ravishda Eron va Rossiyaparast kuchlarning Suriya va Iroqdagi pozitsiyalariga qarshi havo hujumlari uyushtiradi va mintaqada Eron ta'sirini kengayishiga yo'l qo'ymaydi. Aynan shuning uchun ham Isroil o'sha Eronning Hizbulloh harakatini juda ham kuchsizlantirganligi uchun ham oxirgi momentlarda o'sha Bashar Asad o'z pozitsiyasini topshirib qochishga majbur bo'ldi.
Eron va Isroil o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash imkoniyati bormi degan savol tug'iladi. Bu savolga aniq javob berish juda ham qiyin. Bir tomondan ular o'rtasida muloqot va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan ba'zi omillar ham mavjud. Masalan, mintaqada terrorizm va giyohvand moddalar savdosiga qarshi kurash, qochqinlar masalalari va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda umumiy manfaatlar bor, chunki ikkala davlat ham bitta mintaqada joylashgan. IShID va Al-Qoida kabi radikal sunniy guruhlarning umumiy tahdidi ham bu ikki davlatni umumiy mahrajda birlashtirishi mumkin. Iqtisodiy rivojlanish va energiya manbalaridan foydalanishning umumiy ehtiyoji ham ularni hamkorlik qilishga chaqirishi mumkin. Eron va Isroil xalqlari o'rtasidagi umumiy madaniy va tarixiy aloqalar haqida aytib o'tdim. Juda ham ko'plab yahudiylar Eronda yashagan, u yerdan bizga ko'chgan, bizdan yana Eronga ko'chib ketishgan. Boshqa tomondan ular o'rtasidagi munosabatlarni normallashtirishga to'sqinlik qiladigan yana ko'plab to'siqlar ham mavjud. Masalan, ikki mamlakat hukumat va jamiyatlari o'rtasidagi chuqur ishonchsizlik va dushmanlik kayfiyati. Ular o'rtasida muzokaralar qilish uchun diplomatik aloqa kanallarining yo'qligi va Eronga nisbatan Isroilning asosiy ittifoqchisi bo'lgan AQShning qattiq siyosati Eron va Isroilga nisbatan o'z manfaatlari va kun tartibiga ega bo'lgan mintaqaviy va jahon kuchlarining ta'siri. Va undan tashqari AQSh Eronga juda ham qattiq sanksiyalar kiritgan, buni ham nazardan qochirmaslik kerak. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Eron va Isroil muammosi hattoki arab-yahudiy muammosidan ham yechimi qiyinroq bo'lgan va juda ham chalkash murakkab bo'lgan masaladir. Eron va Isroil o'zaro umumiy chegaralarga ega emas. Shunday bo'lsa-da, o'rtada juda qiyin dilemmalar mavjud. Chunki Yaqin Sharq mintaqasidagi kuchlarning ikki qutbi mavjud bo'lib, bu ham katta hisobda sunniylar va shiyalar qutbiga ajrab qoladi. Chunki o'sha yuqorida aytib o'tganimdek, Yaqin Sharqda arablar Isroilsiz ham Eronga qarshi turishadi. Eron esa Isroilsiz ham arablarga qarshi turishadi. Isroil esa umuman boshqa konfessiya vakili sifatida har ikki taraf bilan til topishishi kerak. Hozircha Isroil 6 ta islomning sunniy mamlakatlari bilan tinchlik shartnomalariga ega. Bu esa Eronga tabiiyki yoqmaydi. Isroil Eron bilan yaxshi munosabatlarda bo'lgan davrlarda esa bu arablarga yoqmasdi. Shuning uchun ham Yaqin Sharqning muammolar zanjiridagi aynan mana shu tugun yechilishi eng murakkab bo'lganlaridan biridir. Ularni yaxshilash uchun har ikki mamlakat tomonidan siyosiy iroda, donolik, murosa, shuningdek xalqaro hamjamiyatning biz bu janjaldan xavotirdamiz degandan ko'ra ko'proq ko'magi talab etiladi. Xalqaro hamjamiyatning bugungi befarqligi esa ushbu muammolarning yechim topishiga umid bermaydi. Do'stlar, ushbu ikki davlat o'rtasidagi tarixiy ziddiyatlarning qisqacha tarixi va Ikkinchi jahon urushidan keyingi status quo bo'yicha qisqacha tarixi shulardan iborat edi va unutmangki, har qanday urushning, har qanday jangning o'z tarixi kelib chiqishi bo'ladi va shu narsalarni tushungan odamlar bugungi jarayonlarni ham yaxshiroq va to'liqroq tushunadi. Alimov Live kanaliga ham obuna bo'ling. Biz bu yerda hamisha aktual mavzular bo'yicha gapiramiz va bizning bu yerda mavzularimiz cheklanmagan. Asosiy kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmang. U yerda yaqinda o'sha Buxoro yahudiylari haqida juda mukammal tarixiy video chiqadi. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.